dezinfeksiya qildirib, bittada hasharotlardan qutulsa bo'ladimi yoki bu vaqtinchalik yechimmi? Agar shunga o'xshagan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bir kuningizni biz bilan o'tkazing, hammasini bilib olasiz. Akobir aka, bugun mana O'zbekiston bo'yicha odamlar sizlarga telefon qilganda eng ko'p muammo nima bilan chiqishadi? Eng ko'p muammo klapa bezovta qilyapti deb chiqishadi. Hozir klapa juda ham keng tarqalyapti. Tarqalishining eng katta faktori inson bo'ladi. Nimaga desanglar, videomizni shu ko'rib borsanglar, o'sha ko'rish jarayonida sababini aytib o'tamiz. Akobir aka, mana xonadonlarni muammolar paydo bo'ladi. Klapa, tarakan, sichqon farqi yo'q. Bu muammoni ko'rib turib, bilib turib kechiktirsa, qanaqa oqibatlarga olib keladi? Xo'p, birinchi o'chiritda mablag' jihatidan yo'qotish qiyin bo'lib qoladi. Ya'ni misol uchun 1 millionga bitadigan ishingiz 2-3 millionga bitadi, qimmat bo'lib ketadi. Undan tashqari dezinfektorlarga ham yo'qotish qiyin bo'lib qoladi. Holat o'rtacha holat bo'lsa, og'ir holatga o'tadi. Undan keyin mebellardan ham ko'p narsalardan voz kechishga to'g'ri kelib qoladi. Holat og'ir bo'lgandan keyin. Hozir mana Uchtepaga keldik. Shu uy misolida sizlarga imkon qadar ko'rsatib o'taman. Akobir aka, dezinfeksiya mutaxassislari kelgandan keyin xonadonga yoki o'sha obyektga birinchi o'rinda nima vazifalarni bajarish kerak? Yaxshi savol berdingiz. Bizani o'zi boshqalardan ajralib turadigan tomonimiz ham mana shu. Birinchi o'chiritda bizni nima qilamiz? Birinchi osmotr qilib beramiz. Ya'ni qatdan chiqqan, qatdan kelib qolgan, holat qanaqa, yengilmi, o'rtami, og'irmi? Ikkinchi o'chiritda o'zimizning maxsus o'sha plisoslarimiz bor, ruchnoy plisos. O'shan bilan chiqqan joylarni, tuxumlarni ya'ni tortib olamiz. Undan keyin azon apparat qo'yamiz. Azon apparatdan keyin o'zini o'sha maxsus sepiladigan apparati bor. O'sha apparatida dorilarni sepib chiqib, oxirida fumigatsiyani, o'sha dimovoy shashka degan uslubi bor. O'sha dimovoy shashkani qo'yib yo'qotib beramiz. O'shanda 4 ta etap bo'ladi. O'sha 4 ta etapda polностью bittada yo'qoladi. Bu bizning maxsus azon apparatimiz, yengillik, почти hech qaysi dezinfeksiyada yo'q. Buni hozir qo'yamiz. Bu nima vazifani bajarib beradi? Xonadagi hamma tirik jon hasharotlarni yo'qotib beradi. Et-bitga kirib ketganlari bo'lsa chiqaradi. Xonadagi kislorodni azonga aylantirib qo'yadi. Bundan keyin srazu dori sepishni boshlaymiz. Kuzatishda davom etinglar. Yana qolgan etaplarni ko'rsatib o'tamiz. Akobir aka, uyda tarakan chiqsa yoki klapa chiqsa, sichqon chiqadimi, farqi yo'q. Ko'chadan, magazinlardan har xil dorilarni olishadi. Keyin undan foyda bo'lmaydi. Yana ham ko'payib ketaveradi. Buning sababi nimada? Xo'p, u dorilar vaqtinchalik yechim bo'ladi. Qanaqadir vaqtga yo'qolgandek bo'ladi. Yo'qolgandek bo'lmaydi o'zi aslida. Bekinib olishadi. Dorining ta'siri ketgandan keyin naborot yana ham qayta kuchliroq bo'lib chiqib, qattiqroq bezovta qiladi. Keyin bizga ham yo'qotish qiyin bo'lib qoladi, lekin baribir shunda ham любой joydan 1 yil kafolati bilan yo'qotib beramiz. Immunitet paydo bo'ladi deyshadi, to'g'ri? Shunaqa, shu to'ppa-to'g'ri. Ya'ni oddiy dorilarga уже ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Dorini keyin kuchaytirib sepishimizga to'g'ri keladi. Undan tashqari mablag' jihatdan ham ularga qimmatroqga tushadi bu narsa. O'shaning uchun bunaqa preparatlardan foydalanish kerak emas. O'zi ham zaharlanib qolishi mumkin, eng glavniysi. Klient o'zi zaharlanib qolish holatlari ko'p bo'lgan. Bolalarga ham zarar shunaqa. Do'stlar, ehtiyot bo'linglar. Keyingi videoda qolgan joylarni ham ko'rsatamiz. Akobir aka, mana hozir navbatdagi obyektga ketyapmiz. Tog'iga chiqib ketyapmiz. Bitta savol tug'ildi-da, o'zi mana mijozlar murojaatidan boshlab natijagacha qanaqa protsesslar bo'ladi? Xo'p, mijoz Instagramda yoki qaysidir ijtimoiy tarmoqlarda bizani ko'rgandan keyin zaявka qoldiradi. Operatorlarimiz 24/7 ishlaydi. Ulardan telefon qilib, manzillarini, hamma narsasini so'rab, adreslarni yozib, lokatsiyalarni olib bizga beradi, ya'ni dezinfektorlarga beradi. Dezinfektorlar srazu o'sha zahoti obyektga qarab chiqib ketadi yo'lga, yoki bo'lmasa bir xil klientlar bir kun oldin zakaz beradi. O'sha aytgan vaqtiga yetib boramiz. Ya'ni muammoni srazu bartaraf qilishga harakat qilasizlar. Bizda nimaga srazu hal bo'ladi? Operatorlar ham, dezinfektorlar ham 24/7 ishlashadi, ikkita smenda ya'ni. Kechqurun ham qorong'ida ham ishlashadi. Ishlayveramiz, o'zi ko'p obyektlarimiz o'sha kechqurun 12 dan keyin bo'ladi. Navbatdagi obyektga kelganmiz. Akobir aka, shunaqa savol tug'ilyapti-da. Hozir biz Ugam Rivers'damiz, ya'ni turar joy majmuasida. Bu yerga nima uchun chaqirishdi? Eng qiziq savol. Odamlar ham shunaqa savol beradi. Menda restoranim, kafe, ochiq maydonda joylashgan yoki dam olish oromgohi deyshadi. Mana shunaqa chiroyli joylarga ham sizlarni dezinfeksiyaga chaqirishar ekan. Nima sababdan chaqirishadi va sizlar nima yordam berasizlar? Bizda o'sha savolingizga aniq qilib, ochiq joylarda ko'pchilik so'raydi, effekt bo'ladimi, yo'qmi? Ochiq joylarga ham garantiyasi bilan yo'qotib beramiz. Masalan, o'zi Instagramlarda ham qo'yib boramiz. Green Hills yoki bo'lmasam, masalan, Black Star yoki bo'lmasam shunga o'xshagan yana boshqa oromgohlar, kafe, restoranlarni ko'chalari bilan qilib beramiz. O'shanda pashsha, hasharotlar, zarar kunandalar umuman bezovta qilmaydi. Ochiq joyda ham garantiya beramiz, eng muhimi.
Yo'q, bu qanaqasiga u dori sepganingizda havo bilan tarqalib ketmaydimi? Yo'q, tarqalib ketmaydi. Sepayotgan dorimizni ichida paf degan narsa bo'ladi, sostavida. Bu kley bo'ladi. O'sha o'zidan dog' qoldirmaydi. Sepgan joyimizda 1 yilgacha ham turib beradi. Endi ochiq havo bo'lgani uchun bir 3 oylarda, 4 oylarda zo'r effekt ko'rsatib turadi. 3 oy, 4 oy zo'r effekt ko'rsatib turadi. 1 yilgacha turib beraveradi. Turaveradi shunaqa. Suvda, yomg'irda ham ketib qolmaydi. Yo'q. Har yomg'ir yoqqanda yana effekt bo'laveradi, ya'ni ishlaveradi. Har yomg'ir yoqqanda yana ta'sir doirasi kuchayib boraveradi. Ajoyib. Shunaqa. Tepaga chiqib ko'ramizmi? Tepaga chiqib ko'ramiz. Ketdik. Ugam Rivers'da mana tepasida Zipline yonidamiz. Aka-uka akam bilan turibmiz. Hozir qo'shimcha savollar bor, o'shalarni beraman. Birinchi o'rinda bu yerda qilinadigan bir qisqacha bir ma'lumot berib oling. Nimalar qilinadi bu yerda? Xo'p, bu yerda ochiq havo tog' hududi bo'lgani uchun mana ko'ryapsiz, atrofda har xil hasharotlar, chivinlar bezovta qilyapti, klientlarni diskomfort qilyapti. O'shaning uchun mana shu chivinlarni yo'qotib beramiz. Undan tashqari har xil o'sha kalta kesak, undan tashqari chigirtka, barcha zarar kunandalarni yo'qotib beramiz. Chiqishini ham oldin olib beramiz. Keyin tashqaridan keladigan hasharotlar bo'lsa ham, o'sha kontakt bo'lsa, o'lib qolaveradi. O'shanda komfort, mazza qilib odamlar kelib rasmga tushib dam olib ketadi. Rahbariyatga ham qoyil qoldim. Odamlarni shunchalik o'ylab, bu yerda dam olib rasmga tushish uchun mana shunaqa sharoitlar yaratib berishyapti. Do'stlar, sizlar ham xuddi shunaqa qilib olsangiz bo'ladi. Ana endi asta-sekinlik bilan bizga ko'p savollar berishadi mijozlarimiz. O'sha savollarni aka-uka akamga bersam. Uyda bolalar va oila a'zolari bo'lganda dezinfeksiya jarayonida nimalarga alohida e'tibor berish kerak? Alohida e'tibor beriladigan narsalar gigiyenichniy narsalarni olib qo'yiladi. Uchistka, vatniy diski, keyin bo'yanadigan narsalar, keyin bolalarning pamperslari, kiyimlari, undan tashqari o'yinchoqlarni o'sha paketga o'rab qo'yish kerak bo'ladi. Keyin britva, shunaqa narsalarni, gigiyenichniy narsalarni olib qo'yadi. Oziq-ovqatni xolodilnikka обязательно tiqib qo'yish kerak bo'ladi. Qancha vaqt shunaqa? O'sha dezinseksiya bo'ladigan vaqtgacha, masalan, biza borib dezinseksiya qilgandan keyin o'sha 5 soatgami, 4 soatgami yoki 2 soatgami yopiladi xonadon. Ana o'sha payt, o'sha dimlangan payt o'sha narsalarni yopib qo'yish kerak bo'ladi. Zo'r. Keyingi savol 8-chi. Mijozlar sizlarga eng ko'p qaysi savolni berishadi va odamlarda dezinfeksiya haqida qanday noto'g'ri tushunchalar bor? Xo'p, eng ko'p savol berishadigan har xil ko'chadagi bitovoy dorilarni so'rashadi. Masalan, mana shu dori bilan yo'qotsam bo'ladimi yoki bo'lmasam bittada yo'qoladimi? Shunaqa savollar berishadi. Ko'p noto'g'ri o'sha savollardan bittasi, noto'g'ri fikrlardan bittasi haligi ko'p hasharotlarni dezinfeksiyachilar o'zi olib kelib qo'yadi, ya'ni klapalarni o'zingizlar tarqatmaysizlarmi? O'zingizlar ko'paytirmaysizlarmi? O'zingizlar keyin yana o'zingizlar kelib shunaqa deb anaqa qilishadi. Lekin bizani unaqa narsaga vaqtimiz ham yo'q. O'zi zakazlar juda ham ko'p. Undan tashqari biz yo'qotamiz, ko'paytirmaymiz. Faqat yo'qotishni bilamiz, ko'paytirishni bilmaymiz. Shuning uchun xavotir olmanglar. Xotirjam uylarda xotirjam uxlashinglar kerak. Xotirjam bo'lsanglar ko'proq pul topasizlar. Ertalab vohli turasizlar. Mazza qilib mirqib uxlaydi bolalaringlar. Keyingi savolga o'tamiz. Sizni amaliyotingizda eng esda qoladigan qaysi bir keysni aytib bera olasiz? Muammo qanday edi va natija qanday bo'ldi? Eng esda qoladigan muammoli joy. Xo'p, endi unaqalari ko'p, o'zi rosa ham ko'p, lekin doim bo'ladigan bittasi bor, ya'ni har doim bo'ladi. Boshqa joylarga dezinfeksiya qildirib, natija ola olmagandan keyin bizga murojaat qiladigan eng ko'p bo'ladi. Undan tashqari o'sha ko'chadan har xil bitovoy anaqa dorilarni sotib olib, o'shalarni ishlatib, keyin natija ola olmagandan keyin juda ham ko'p o'sha murojaat qiladi. O'sha har doim yodimda turadi demoqchiman-da. Shunaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. Asosiy mijozlar shunaqa. Lekin esda qoladigan bir obyekt bormi, bo'lganmi? Endi masalan, bir marta o'sha qamoqxonaga borib qilganmiz. Juda ham ko'p o'sha klapalari bo'lgan. Qamoqxona. Qamoqxona klapalari juda ham ko'p bo'lgan. O'shanda borib qilib berganmiz. Holat juda ham og'ir bo'lgan, ishlash ham juda ham qiyin bo'lgan. O'shanda o'sha esda qolib ketgan. Juda ham ko'p bo'lganda, o'shaning uchun. Yomon. Xo'p, endi dezintajni boshqa xizmatlardan ajratib turadigan asosiy jihati nimada? Endi bizda asosiy jihatimiz birinchi o'chirda o'sha odamlarni tinchligini uyiga qaytarib berish. Misol uchun o'sha aytganingizdek, ishdan charchab kelganda yoki bo'lmasam uyda dam olaman deb o'tirgan payt qanaqadir hasharotlar bezovta qilib o'sha xotirjamligini yo'qotadi. O'shani qaytarib berish. Ikkinchi o'rinda har bitta klientni oxirigacha rozi qilish. Bizga pul muhim emas. Birinchi o'chirda o'sha odamlarni tinchligini qaytarish, o'sha sifatga ishlaymiz-da odatda. O'sha sifatga ko'proq e'tibor beramiz. Xo'p, endi 11-savol. Sizningcha mijoz dezinfeksiya xizmatini olganda aslida nima sotib oladi? Faqat hasharotlarni yo'qotishnimi yoki undan ko'proq narsami?
Ha, mana shu yaxshi savol bo'ldi. Bizda birinchi o'chirtda odamlar servis sotib oladi. Masalan, biz dezinfeksiya qilib berib ketdik, bo'ldi emas. Dezinfeksiya qilingandan keyin yoki dezinseksiya yoki deratsatsiya ishini qilingandan keyin o'sha misol uchun har 3 oyda, har 6 oyda operatorlarimiz telefon qilib klientlardan xabar olib turadi. Ya'ni hammasi yaxshimi, hammasi joyidami, sizni qayta hech narsa bezovta qilmayaptimi, kelgan xodimlarimizning muomalasi yaxshimi, sizni sizga yaxshi muomala qilishdimi deb hamma narsani so'rab, konsultatsiya olib, keyin уже как бы har anaqada xabar olib turgandan keyin klientga ham ishonch paydo bo'ladi. O'shaning uchun bizdan servis sotib oladi odamlar ko'proq. U faqat dezinfeksiya qilib berib ketdi, bo'ldi emas. Ko'p klientlarda shunaqa bo'ladi, dezinfeksiya qilib berdi, misol uchun natija bo'lmadi, hozir u bolalarni topa olmayapman yoki bo'lmasam zo'r natija qilib berishdi, o'sha bolalarni qaytib topa olmayapman deydi. Endi har xil yaxshi dezinfeksiyachilar ham bor. Misol uchun ularni topa olmayapman deydi. Bizda nima xabar olib turadi? Har doim xabar olib turamiz. Mijozlar bilan har doim kontakt bo'ladi. Bizani bitta oila deb qabul qilib, o'sha постоянный telefon qilib turamiz ulardan, xabar olib. Endi oxirgi savol, ko'pchiliklarda shu savol bezovta qiladi va shu muammo hammalarda bor. Lekin sizlar kutib o'tiribsizlar. Agar inson hozir uyda hasharot muammosini sezayotgan bo'lsa, lekin keyinroq qilaman deb yursa, unga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? O'sha klapa, tarakan hamma narsa. Endi masalan, o'zi hasharotlar har xil turga bo'linadi. Endi qanaqa? Ya'ni misol uchun bitta hasharot bor, misol mavsumiy, ya'ni pashsha, chivinlar yoki bo'lmasam shunga o'xshagan har xil qo'ng'izchalar bor. Misol uchun mayskiy juklar chiqadi. Ular nima desam mavsumiy bo'ladi. Misol uchun ozgina anaqa qilsa, misol kutib tursa o'tib ketishi mumkin. Lekin o'tib ketmaydigan hasharotlar juda ko'p. Masalan, kana, burga, klesh, tarakan, undan tashqari yana shunga o'xshagan zarar, o'sha kasal tashiydigan hasharotlar bo'ladi. Ularni qancha cho'zsangiz, misol uchun dezinseksiya qildirishni qancha cho'zsangiz, birinchidan sizga juda ham qimmatga aylanadi. Ikkinchidan kasallik tarqatib qo'yishi mumkin. Uchinchidan misol uchun o'sha tinchligingizni, xotirjamligingizni yo'qotasiz. O'sha baribir cho'ntagiga zarar, xotirjam bo'lmagandan keyin, uy xotirjam bo'lmagandan keyin, uyingiz tinch bo'lmagandan keyin o'sha nima desam bo'ladi, pul topishga ham, asabga ham ta'sir qiladi hammasi. Ana chayonlarni etmasa ham. Ha, chayon, ayniqsa mana ilon, kaltakesi, yosh bolalarni bitta chaqosi nima bo'ladi? To'ppa-to'g'ri, bir xillarda даже fobiya bor-da, misol shu narsaga fobiya bor. Bir xil odamlarda ko'rsa вообще mazasi qochib qoladi. Ayniqsa o'sha allergichniy odamlar bor. Ularni o'sha chayon chaqsa, keyin mana o'sha qovog'arilar bor, chaqsa, shunaqa holatlar bo'lgan, bir xil bolalar o'lib qolganda. Misol uchun allergichniy bolalar, asmasi borlar o'lib qolgan. O'shaning uchun juda ham opasniy, kechiktirib bo'lmaydi bu narsalarni. Aziz do'stlar, o'zingizlar eshitib turibsizlar, dezintajchi va Aka-Obir akani bugungi kunimizda sizlar bilan bir kun vaqtimizni ko'rsatib berdik. Qanaqa ishlarni qilganimizni va shuncha videolar ko'rdinglar, qanaqa holatlardan o'tganimizni va insonlarga qanaqa yordam berayotganimizni. Albatta, bizani birinchi o'rinda shiorimiz bu xotirjamlik berish. Siz uyingizda xotirjamlikni xohlayapsizmi? Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar yoki Instagramdan bizlarni topinglar, shaxsiy xabar jo'natinglar. Mutaxassislarimiz siz bilan bog'lanishadi. Aka-Obir aka, ishni boshlaymizmi? Ishni boshlaymiz. Ketdik. Aziz aka, tayyormisiz?